Assalomu alaykum Hazrat Umar obunachilari. Akalar, mana ololmaganlarga yana yangi partiya 14 dona qo'zlarimiz keldi. Sog'liqlar. Bir dona qo'chqor shu o'zidan ko'payaveradi akalar. 13 dona sog'liq. Bir qo'ra akalar, qo'ylarni qaranglar. Xudo xolisa qo'y qiluvchilariga aloqaga chiqasizlar akalar. Aloqaga chiqishdan oldin bitta like, bitta podpiska. Akalar, shu menga yordamlaring. Rahmat akalar like bosganlarga. Akalar, o'tgan safar qo'ylarimiz xudo xolisa qo'ydik, sira sotildi. Olgan odam rahmat aka deb barakasini aytdi. Unda oldingi partiyalar ham, mana akalar yana o'sha o'zidan ko'payaveradigan 13 dona sog'lig'imiz keldi. Ichida qo'chqorchamiz bor, nihoyatda toza qo'chqordan. Mana kashtanimiz akalar. Qo'ylarni qaranglar. Kashtanni zo'rlari. Aka jichimda quvvoringchi. Ilyos akamiz ham yangilarni ko'paytiryaptilar. Xudo xolisa omadlarni bersa, yangilar, xudo xolisa haliga yangi baribir klientga ishlaydi-da. Akalar, shuning uchun adashmanglar. Shoshilamiz akalar. Telefonni qilib, menga ikkita kerak, bitta kerak deganlarga narxdan jicha qo'shimcha bitta ikkitalarga. Hammasini olaman deganlarga nihoyatda arzon qilib beramiz, xudo xolisa. Akalar, bularning narxini 3,5 million so'mdan aytyapmiz. 13 ta sog'liq, bitta qo'chqor. Manzilimiz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on tumani. Bemalol telefon qila olasizlar. Bugun chisla xudo xolisa 13 Tepaqo'rg'onga kelib ham ustiga kelib onlayn savdolar ham bor akalar. Mana qo'ylarni yorrog'idan ko'rsatyapmiz akalar. Bemalol ko'rasizlar. Mana akalar. Akalar, bu hozir endi kelib ilgari odamlar qo'chqor baqib poyda qilardi. Hozir akalar sog'liq baqib poyda qilasiz. Qo'ylarni maqtamay akalar, hammasi kashtan. O'zini o'zi maqtab, o'zini o'zi haligi sotqizadigan qo'ylar akalar. Mana qo'yni qaranglar, yungilari ham nihoyat toza simjunlardan. Mana qo'chqorimiz akalar, mana. Mana qolgani sog'liq akalar, mana qo'ylarimiz. Juda qarangchi mashaqqarati hammasini. Bular sinovdan o'tgan, o'tlashini ham ko'ryapsizlar akalar. Sog'liq baxsalaring bu yildan keyin hozir 14 ta olsalaring, bu yildan keyin 28 taga aylanadi, xudo bersa. Ichida ekizashtirlari ham bor akalar. Aloqaga chiqamiz akalar. Mana bemalol qo'ylarimiz hamma yo'qdan ko'rdilaring akalar. Yana boshqatdan ko'ray hamdan deganlarga bemalol yana ko'rsatib aloqaga chiqaveramiz. Akalar, bizga like bos kuzatganlar uchun rahmat. Shochilamiz, telefon raqamlarimiz 95lik 463 41 17. Rasa sutda turgan qo'zlarimiz. Biz ko'rganlarimiz uchun rahmat. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.